Bitta aksiyalardan 400% daromad olish mumkinligini bilasizlarmi? Bugun o'sha aksiyalarni sizlarga analitikasini qilib beraman. Bugun sizlarga men O'zX birja, ya'ni tovar xomashyo birjasining oddiy aksiyalari bo'yicha birjadagi narxlar dinamikasi va dividend tarixini aytib beraman. O'sha mashhur 400% dividend beradigan bu O'zX birjasi, O'zbekiston tovar xomashyo birjasi. Nominal qiymati 630 so'm. Dividend siyosati juda ham yuqori bo'lib, rentabillikni doimo ushlab turadigan korxonalardan bittasi hisoblanadi. 2017-yil 230 so'm, ya'ni 36,5% tashkil qiladi. 2018-yil 550 so'm, 87,3%. 2019-yil 2490 so'm, 395% tashkil qiladi. 2020-yil 1100 so'm har bitta aksiyalar uchun 174,6% tashkil qiladi. 2021-yil 1650 so'm, 261,9%. 2020-yil 2300 so'mdan 365%. 2023-yil 2600 so'mdan 412,7%. 2024-yil 382 so'm 66% to'g'ri keladi. 2024-yilda ham kapitalizatsiya bo'lib o'tgan, ya'ni aksiyalarga qo'shimcha aksiyalar ham qo'shib berilgan. Fond birjasi ham narxlar dinamikasi ham juda ham yuqori rentabillikda o'zini ushlab turadi. 2025-yil boshida yanvar oyida har bitta aksiyalar narxi 3600 so'mdan bo'lgan bo'lsa, yilning oxiriga kelib 6250 so'mgacha ko'tarilgan. Ya'ni bu 73% tashkil qiladi. Endi qaraylik, 26-yilda 6250 so'm bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda aksiyalar narxi 7900 so'mdan oshib ketgan. Bu o'zi 27% daromad degani.